Assalomu alaykum, Chorvador YouTube kanalining hurmatli obunachilari. Bugun biz sizlar bilan navbatdagi semiz bukamizga bir mahaliga qancha yem beryapmiz, shuni ko'rib o'tamiz. Do'stlar, ko'rishingiz mumkin, mana bir paqir silyoz va kepak, kunjara hamda padbor deb aytganimiz mana bu shakallar. Shuni to'rovini aralashtirib beramiz. Silyosimiz shu 8 kilo atrofida chiqadi. Kepagimiz 1,5 kilo, kunjaramiz shu 1 kilo atrofida. Shakallar ham shu 1 kilo, 1,5 kilo atrofida bo'ladi. Bularni hammasini aralashtirib, shu semiz bukamizga beramiz bir mahaliga. Bularni hisoblab ko'rsak, shu bir kuniga shu 30 ming atrofida yeyotgan bo'lyapti ekan o'zimiz. Shu hisoblab ko'rdik, keyin tuz ham aytishdan chiqibdi. Uni ham qo'shib beramiz. Shu bir kuniga 30 ming atrofida yeyapti ekan, bir oyga 900 ming shunaqa atrofida bo'ladi. Endi bu jonivor lekin shu yem deb natijasi lekin yaxshi bo'lyapti. Ko'rsangiz mana ko'rishingiz mumkin. O'zi olingani ham rasali chanqab turgan mol olingan. Hali rasa yem berishiga o'zgarlaydigan mol bo'lib shunaqa bo'lib kelgan jonivor mana. Hozirgi kunda yaxshi qo'shyapti. Olinganda shu 380 kilo atrofida bo'lgan, hozirgi kunda 470 kilo atrofida kelaveradi. Xudo xolisa yaxshi jonivor. Ko'rishingiz mumkin mana. Yelkalari ham mana kengayib to'lyapti. Rasa hozirgi kunda mana bo'yinlari ham, qo'llari ham jonivor yaxshi ketyapti. Mana yemimiz ham, silyoslarimiz ham mana bu silyoslarimizni shu arzon vaqtda 500 so'm atrofidalikda olganmiz. Kepak ham hozir shu 85 ming, 87 ming adashmasam shunaqa 25 kilo qopi. Kunjarani ham 5300 yo 5200 dan oluvdik. Padbor ham 1000 so'm atrofida tushgan. Bu tuzimiz endi kilolab ko'pgina olamiz, u arzonchi. Shularni berib boqamiz jonivorda. Ko'rishingiz mumkin. Bu tuzini ham shu mol tuz yesa ham ko'p suv ichadi, ham ko'p suv ichgan mol o'z-o'zidan tana qo'yib yaxshi o'zgarlaydi. Shularga ancha foyda bo'ladi bu ozgina narsa bo'lsa, lekin foydasi katta bu tuzni.